Nima uchun oxirgi vaqtlarda aritmiyalar, ya'ni yurakda ritm buzilishi haqida ko'p gapiryapmiz? Chunki bu aritmiyalar insonni ish qobiliyatini qisman yo'qolishiga yoki to'lig'icha yo'qolishligiga, kerak bo'lsa og'ir holatlarda nogironligiga ham sabab bo'lishligi mumkin. Aritmiyalarni boshlang'ich holatlarida insonda yurakni to'satdan tezlab ketishligi, notekis urishligi, xuddi to'xtab urganga o'xshashligi kabi shikoyatlar bo'ladi. Endi ushbu aritmiyalar insonda asorat berishni boshlagandan keyin insondagi keyingi etap shikoyatlari paydo bo'ladi. Ya'ni inson oddiy jismoniy harakatlarda yoki uy yumushlarida hansirab qolishligi, to'sh ortida qisuvchi holatlar, zinalardan ko'tarilganda havo yetishmasdan hansirab to'xtashga majbur bo'lishligi yoki oddiy ovqatlangan paytda ham qisman to'yib ovqatlansa hansirab qolish holatlari yuzaga keladi. Xuddi shu shikoyatlar insonni shifokorga murojaat qilishga oxir-oqibat majbur qiladi. Aritmiyalarni asoratlarini sanab o'taman. Yurak yetishmovchiligi, insult kasalligi, miokard infarkti, o'pka shuvi, yurakni to'satdan to'xtab qolishi yoki to'satdan hushdan ketish kabi holatlar yuzaga kelishligi mumkin. Endi tasavvur qiling, biron bir inson mashinada boshqaruvda ketyapti-da, to'satdan hushdan ketib qoldi aritmiya sababli. Bu juda ham yomon holat. Endi e'tibor bering, kasallikni oldini olishda 100 so'm pul sarflasangiz, uni asoratini davolashda esa 10 ming so'm pul sarflaysiz. Endi bu yerda asosiy maqsad uni pulni tejash emas, asosiy maqsad insonni sog'lom hayot kechirishligi. Oyoq qo'lingiz but, miyangiz joyida, hamma yo'g'ingiz sog'lom. Kimnidir yordamiga muhtoj emassiz. Endi bu qanday bir baxtli hayot? Tasavvur qiling. Insonda har qanday qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, uni davolagandan ko'ra oldini olgan eng afzali hisoblanadi. Endi kelgusi videolarda aritmiyani har bir asoratlariga birma-bir tibbiyot xodimi bo'lmagan inson tushunadigan darajada to'xtalib o'taman va uni davolash choralari haqida aytib o'taman. Kuzatishda davom eting, salomat bo'ling.